Toshkentda yoz keldi va men sizga aytamanki, juda ham ko'p odamlar yoz uchun noto'g'ri atir tanlashyapti. Va ko'pchilik qishda yoqqan atirni yozda ham sepib qo'yishadi. Bu bo'lsa issiqda atirning notalari keskin yoqimsiz chiqadi va boshi ortib qo'yish yoki me'da tegib qolish ehtimolligi bor. Men ismim Muhammad Mustafa, O'zbekistondagi birinchi eksklyuziv parfyum brendi, ya'ni Mustafa Perfumes asoschisiman. Bu kanalda atir haqida foydali ma'lumotlar berib boraman va obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bugun men sizga o'zimiz tayyorlagan eksklyuziv 5 ta atirni ko'rsataman. 5 tasi ham yoz uchun ataylab tanlangan. Chunki yozda to'g'ri tanlangan atir bu sizning haqiqiy imzoyingiz desa ham bo'ladi. Birinchi atirimiz Rio. Tasavvur qiling, men shunaqa tushuntirib beraman osonroq bo'lishi uchun. Tasavvur qiling, dengiz bo'yidasiz, quyosh charaqlab turibdi. Yoningizda muz solingan limonad. Mana shu lahzani hidi Rio deb aytiladi. Aynan nimani ifoda bor desa, limon, yangi nodon, archib qo'yilgan limonning hidi. Neroli ham bor, apelsin gulini hidi ham bor. Yengil, toza hid desa ham bo'ladi. Atrofingizga juda ham yoyilib ketmaydi. Ofisga, kafega, kundalik sepib yurishga, mashinaga, shahar aylanishga bemalol mos keladigan atir. Rio sizga yozda yaxshi kayfiyat beradigan atir. Agar sepsangiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Bu narsani biz juda ham ko'p test qilganmiz va har bitta mijozlarimizda Rio kayfiyat ko'taradigan atir ekan deb tasdiqlab berishgan. Ikkinchi atirimiz bu Afternoon Swim. Menimcha noto'g'ri aytdim shekilli, to'g'ri tushunasizlar, inglizcha yaxshi bilmayman. Afternoon Swim. Bu atir uchun bitta savol beraman. Hovuzdan chiqdingiz yoki dushdan keyin toza paxtali futbolka kiyganmisiz? Men shu hissi beradigan atir bu Afternoon Swim. Agar tanaga sepadigan bo'lsangiz, birovi oldiga yoki yoniga o'tirsangiz ham ular sezadi. Yengil cho'milib chiqdingmi deb so'rashadi. Bu kafolatlangan. Sababi juda ham ko'p insonlar bu narsani test qilib ko'rishgan, hattoki blogerlar ham. Xo'p, bu atirni sepganingizda dengiz tuzi bor va bu atir yomg'irdan keyin qizigan asfaltda bug'lanayotgan havo borib, ana o'sha hidga o'xshataman. Toshkentdagi har bitta odam bu hidni bilishsa kerak, chunki salqin toza havodagi quruq yog'och hidini beradi. Bu atirni asosan kunduz sepishni tavsiya qilamiz, chunki juda ham shleyfti yuqori emas. Kechqurun sepadigan bo'lsangiz, atir sepganingiz uncha-munchaga bilinmay qolishi mumkin. Uchinchi atirimizda New Parfum. Bu yangi formula. Bu atir shaxsan o'zimni ham hayratlantirgan. Sababini aytaman. Bu atirni tushuntirib berishim siz uchun ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, smoking. Smoking ham emas. Klassik ko'ylakdasiz. Ofisdan chiqdingiz yoki bo'lmasam do'koningizdan chiqdingiz, do'stlar bilan qanaqadir restoranga yoki bo'lmasam ovqatlanishga qaysidir ma'noda biznes uchrashuviga ketyapsiz, ikkala holat uchun bir vaqtda mos keladigan atir bu New Parfum. Mana shunaqa holatda men sizga New Parfumni tavsiya bergan bo'lardim. Hidida ozgina shirinlik bor. Vanilya emas, asosida esa achchiq yog'och hidi yotadi. Yoz oqshomida, restoran, terrasada sham yonib turgan paytidagi o'sha iliqlikni, o'sha hidni aynan shu parfyumdan seza olasiz. Bu atir kunduzi ofisga, kechqurun restoranga, ertalab uchrashuvga hammasi uchun to'g'ri keladi. Bitta narsani aytadigan bo'lsam, qaysi atir olayman, tanlashni bilmayman deydigan har bitta mijozimizga mana shu New Parfumni tavsiya qilganmiz va ularning hammasi juda ham noodatiy hid ekan. Meni hayron qoldirdi degan o'ttiqlarni berishgan. 4-atirimiz Imperial. Bu atir oldin eshitmagansiz. Nomini o'zi ham aytib turibdiki, bu bizni kuchli eng klassik atirimiz. Sizga real bir vaziyatni tasavvur qildirib beraman. Agar siz muhim biznes uchrashuviga ketyapsiz, kostyum dazmollangan, sumkangizda notebook yoki bo'lmasam, muhim uchrashuvni imzolash uchun tayyor ketyapsiz-da. Faqat bitta narsa yetishmaydi. Mana o'sha hid Imperial. Sizdan oldin xonaga jiddiy odam keldi deb e'lon qiladigan hid bu Imperialdir. Tarkibida bergamot bor, mandaringa o'xshaydi, lekin biroz achchiqroq va chuqurroq hid. O'rtasida lavanda va ozgina qora qalampiri ham yashiringan, ko'z bilan ko'rinmaydigan notalari bor. Lekin tanangizda albatta seziladi, chunki tanamiz issiq bo'ladi. Bu hidni klassik hid desak ham to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Bu atir sizga 25 yoshli emas, 38 yoshli hissi beradigan kuchliroq, ishonchli va uncha-muncha odamni cho'chitib qo'ymaydigan hid. Sizga bitta muhim maslahat beraman. Imperial ko'p sepmang. Bo'yinga 2 marta, kiyimga 3-4 marta shuni o'zi yetarli. Sizga mana shuni o'zi yetarli beradi. Kuchli atirni hurmat bilan ishlatgan odam, uni to'g'ri ishlatgan odam bo'ladi. Va oxirgisi 5-atirimiz eng kuchlisi. Bu Black Sapphire.
Bu atir bizni eng yuqori darajadagi premium atirlarimizdan biri. Men sizga aytadigan bo'lsam, to'g'ri, bu atirni har kim sotib olishi shart emas. Bu atir maxsus paytlar uchun. Oddiy qilib aytganda, biznes переговорlar, soqqali ishlar bo'ladigan bo'lsa, men shu paytlar uchun aynan shu Black Sapphire atir sizga mos keladi. Tasavvur qilishingiz uchun aytib beraman, atir hidini tasavvur qilishingiz uchun qish kechasi eski kutubxonalar bo'ladi uydagi. Charmdan qoplangan ofis kursida o'tirgansiz va oldingizda bir piyola qaynoq choy bor. Mana shu hidni yozgi versiyasi Black Sapphire hisoblanadi. Asosida o't bor. O't bu arab dunyosidagi eng qadri qimmat komponent hisoblanadi. Ya'ni bir modda desak ham bo'ladi. Buni 1 ml ozgina o't ham juda qimmat. Shuning uchun tarkibida sandal va ozgina zafaron bor. Buni tushuntirib bo'lmaydi. Buni hidlash kerak. Buni sepib ko'rish kerak. Bu atirni kunduzi sepsangiz ham bo'ladi, lekin asosan biz kechqurunga tavsiya qilamiz. Bu atirni sepganingizdan keyin, "Wow, Black Sapphire sepsiz" degan kompliment olishingiz aniq. Bu atirni 2 marta bo'yinga, sochni orqa tarafiga va 3-4 marta kiyimga sepishi o'zi yetarli. Black Sapphire o'zini ko'rsatadi. Sizning vazifangiz uni nazoratdan chiqarmaslik. Oddiy qilib aytganda, bu atirni kerak joyga sepib borish tavsiya qilinadi. Kundalik sepib yurish uchun emas. Xullas, mana 5 ta atir haqida gapirib berdim. Qisqacha ta'rif berib ketaman. Rio bu yozgi quvonchingiz. Afternoon swim eng issiq kunlar uchun salqinlik. New parfum qaror qila olmayotgan bo'lsangiz, aynan shu atir. Imperial biznes jiddiy uchrashuvlar. Black Sapphire maxsus kechalar uchun, kechki soqqali ishlar uchun desa ham bo'laradi. Atirlarni ko'rib, hidini sezishingiz uchun ikkita do'konimiz hozircha ishlab turibdi. Toshkent shahrida, bittasi Yakkasaroyda, Bobur 73B deb yozsangiz chiqadi. Ikkinchisi Ko'kchada, Ko'kcha darvoza 352B. Ko'kcha masjidining atrofida. Har kuni 10 dan 10 gacha ishlaymiz. Viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, bizani izohlarimizga, direktimizga yoz so'zini yozib qoldiring. Mutaxassislarimiz bilan tez orada bog'lanishadi va aynan sizga bizani eksklyuziv parfyumlarimizni yetkazib berishadi. Videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.